Har kuni qancha yurish yurak salomatligi uchun foydali. Har kuni yurish uchun soatlab vaqt ajratish shart emas. Atigi 30 daqiqa yurish yuragingiz uchun katta foyda berishi mumkin. Ko'pchilik yurakni faqat dori-darmon himoya qiladi deb o'ylaydi. Aslida esa eng oddiy odatlardan biri muntazam yurish. Har kuni taxminan 30 daqiqa o'rtacha tezlikda yurish qon aylanishini yaxshilashga, qon bosimini nazorat qilishga va yurak qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Agar birdaniga 30 daqiqa yurish qiyin bo'lsa, uni 10 daqiqalik 3 qismga bo'lish ham mumkin. Muhimi muntazamlik. Lift o'rniga zinadan foydalanish, mashinani uzoqroq joyga qo'yish yoki kechki sayr qilish ham foydali. Jismoniy faollikni boshlashdan oldin, ayniqsa yurak kasalligi yoki boshqa surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashing. Bugun yurishni boshlang. Agar yurish vaqtida nafas qisishi yoki ko'kragida noqulaylik sezsangiz, kardiolog ko'rigidan o'tishni kechiktirmang.